Sal o'zimiz uchun ham dam olishni o'rganaylik-da, yeyavili. Ha, ishlab keldik-ku. Hayır, işte bölüp ketaylik mi bana şu ormanlarda? Peter'ni ko'rdingmi, shaharni ko'rdingmi bir marta megacek? Yo'q. Ormonda yurasan, o'tin kesasan, bu qilasan, bu qilasan. O'zimiz uchun dam olaylik. Oylik oldingmi nachalikdan? Ha, kecha avans olganmiz. Da, pulini ol bir dam olib kelamiz odamga o'xshab. Ha, unga patent to'lash kerak, Patent! Bor ana qiz, telefonni odam o'chirib turibdi. Umringning yarmi o'shatda o'tib ketadi. Nima qildingsan, ha? Ha, o'sha pulga patirlab ichaylik. To'g'ri aytyapti, o'zimiz uchun ham mazza qilib yashaylik bu hayot. Молодец. Senga почетный gрамота berdi, fal yo'llab berdimi? Hech narsa bergan. Bermaydi, odam oldi o'zing uchun. Men o'g'laymi? Qo'ltig'ingga savol ketasanmi? Buni nima qilasan? Qo'y joyiga. Assalomu alaykum, здравствуйте. Alaykum assalom. Bu qizimiz сколько стоит? 1000 kadrik. Один фотка 1000. Ezdirinchi. Onang Göbek'e. Muhammad Xolayni qizimizni ko'tarib olding. Ha, pulini beramiz deding-ku. Aman bitta fotkaga dedim. Ha, fotka dedingmi? Ha. Men boshqacha eshitdim-da. Mana. Brat, kushi его. Ne kushi iltimos. Kushi. Danacha maza qildi lekin. Patent puli ham ketdi-da. Yana patent dedi bana galan. Ben sana aytdim, o'zing uchun yasha dedim. Patent bilan tug'ilganmisan. Kim uchun yashash kerak ekan? O'zing uchun yasha. Ha, otangga rahmat. Na, qorni och qoldi, bu joyga borib ovqatlanaylik. Uyga hujumlatchim kerakdi, kabasi yuraylik. Kim uchun yashash kerak dedim hozir. O'zim uchun. Ha, qachongacha rossiyskiy kolbasa yeysan? Undan ko'ra milliy taomlar yeyaylik. Atkuda? Atuda. Joycha qanday? Zo'r. Lekin pulimiz kamqorga oshna, qimmat emasmi? O'shnasan pul bo'lib ketasan. O'zing uchun yasha dedimmi sen jinniga? Bu choyxona plov o'zimizni o'zbek akalari ochgan. Peterni kindigida joylashgan, Liginskiy metroda. Ya'ni ovqatlarni yeb xuddi O'zbekistonda yurganday bo'lasan. Bo'pti, nima yeymiz? Qurtob yeysanmi? Ha? Qurtoba yeysanmi qiladi bular. Bu donarmi? Danar, Turetskiy bu. Qara. Alo, bunga pishirib yesang bo'ladi. Davay, shotib berlaring. O'sha, senga rahmat. Bir kun yashasak ham xo'rozda yashadik. Davay, xo'roz, ko'chaga chiqib turinglar. Men pulni beraman. Orqangga qarama. Ya Bobur, молодец, сушка. Brat, buni marketing deydi. Ertaga qurilishga boraman. Ularga ham bitta motivatsiyani beraman, mana shu zalni polni to'ldiraman. Bugun pulni tashlab yuboring, brat. Bugun tashlab olamiz. Hali banyadan ham olishim kerak. Qalay bo'ldi o'shnalar? Endi bitta masachi, a? Pul qolmadi-ku o'shna? Вообще qolmadimi? O'sha qoldi. Unda borarim unga pulni ishlar, nima qilib o'tiribsan? Chibasa отсюда. Chibasa. Assalomu alaykum.